Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan astma kasalligining eng ko'p uchraydigan turi allergik astma, ya'ni type 2 astma haqida gaplashamiz. Astma kasalligiga chalingan bemorlarning eng ko'p qismi, ya'ni 50-60%ni allergik astma kasalligi tashkil qiladi. Bu ko'pincha bolalikdan boshlanadi va tashqi muhitdagi allergiyalarga nisbatan yuqori sezuvchanlik, sensibilizatsiya bilan xarakterlanadi. Ko'pincha allergik rinit, atopik dermatit, ekzema va oziq-ovqat allergiyasi bilan birga kechadi. Bu fenotipga ega bemorlar quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Birinchisi allergik mashq. Bolalikdan boshlanadigan atopik dermatitdan boshlanib, allergik rinitga o'tadi va astma shakllanishi bilan tugaydi. Ikkinchisi mavsumiylik. Yilning ma'lum davrlarida, ya'ni bahor va kuz oylarida simptomlarning kuchayishi bilan kechadi. Uchinchisi tonggi va tungi simptomlar. Ko'pincha tungi soat 3 yoki 4 larda sizni nafas siqishi va xurujsimon yo'tal bezovta qiladi. Allergik astma kasalligining diagnostikasi uchun quyidagi tekshiruvlar o'tkaziladi. Birinchisi fenotest, ya'ni fraksion azot 2 oksidining nafas chiqarilgan miqdorini aniqlash. Ikkinchisi balg'am sitologiyasi, ya'ni balg'am tarkibidagi eozinofillar miqdorini aniqlash. Uchinchisi spirografiya tekshiruvi, bu tashqi nafas funksiyasini baholash uchun o'tkaziladigan diagnostik tekshiruv. To'rtinchisi bu qondagi immunoglobulin E va eozinofillar miqdorini aniqlash. Allergik fenotipda ko'pincha dorilardan ko'ra tashqi muhit, ya'ni gipoallergen muhit muhimroq hisoblanadi. Muhim eslatma: agar allergik astma vaqtida davolanmasa va nazorat qilinmasa, bronxlar devorining qalinlanishi, remodellanish kuzatilishi mumkin. Shuning uchun faqat xurujlar va simptomlar kuchaygan paytda shifokorga murojaat qilmasdan doimiy ravishda allergolog, immunolog va allergolog-pulmonologlar nazoratida bo'lish tavsiya qilinadi. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda bu kabi simptomlar kuzatilayotgan bo'lsa, shifokorga zudlik bilan murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarimizda astma kasalligining boshqa turlari va erta tashxis qo'yish, ya'ni erta simptomlar haqida gaplashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.